Nimaga ko'chada xunuk yurgan ayolga men mashinada ketamiz, endi ko'p e'tibor beraman-da. Mashinada yurgan vaqtimiz bironta chiroyliroq kiyingan bo'lsa, signal o'zidan-o'zi chalinib ketadi. Men chalmadim deyver ayolim. Nimaga oddiy yurgan ayolga signal chalinib ketmaydi tagim, meni chiroyli yurganga signal chalinadi, to'g'rimi? Uyda ham shundayda. Uyda erkak kishining kayfiyati nimaga ayolga qarab ko'tariladi. Bolalarga erkak kishiga birinchi xotini kerak. Nima desangiz deng, birinchi ko'pchilik bolasi yana nimadirlar deyishi mumkin, lekin birinchi o'rinda xotinini nimasida, shu ayol kishi uyda chiroyli bo'lib o'ziga qarab yursa, erkak kishining настроенияsi ko'tariladi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, uyga kirib boryapsiz, bo'lmishga o'xshab xotiningiz charchab ketgan, ba'zir turibdi, ovqating tayyormi desa, bilmasam charchab ketdim, bolangiz yig'layapti deb tursa, ozgina pul berib tursa, mana bor, o'zingga qarab kel. Ayol kishi o'ziga qaragandan keyin